alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Maftunabar orqa tomondagi 5 qavatli panelli uyning birinchi qavatida 2 xonali fayzli xonadonimizni to'liq obzorga yetib keldik. Endi proyektni tushuntirib o'taman. Eshikdan kirish qismi to'liq mo'yshaboy qilingan, uyimiz remont qilingan. 6 metrlik balkonimizni oshxona sifatida ishlatilyapti. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellari bilan jihozlangan, gaz plitasi ham qo'yilgan. Bu yerni o'tirib ovqatlanish uchun zona ham qilingan. Uyimiz to'liq remont qilingan. Sanuzul xonamiz. Avvalgi eshikdan kirish qismi, bu yerni siz yopib, shkaf kupay qilib, garderobni sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu yer birinchi xonamiz, bu yer ikkinchi xonamiz. E'tibor beramiz. Eshiklarimiz ham almashgan, zakazlan MDF eshiklar, to'liq mo'yshaboy qilingan, gilamlar to'shalgan, pardalar ham ilingan. Derazalarimiz akvaplast deraza romlari, natijnoy patolog ham qilingan. Uyimiz 65 kvadrat metrni tashkil qilgan holda ikkilamchi kredit asosida ham sotib olishingiz mumkin. Bu yer esa ikkinchi xonamiz. Derazalarimiz akvaplast deraza romlar hamda reshotka qilingan. Endilikda tushuntirib o'taman, manzilimizni Buxoro shahar Maftunabarni hamma biladi. O'shan orqa tomondagi 5 qavatli panelli uyning birinchi qavatida 2 xonali uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 65 kvadrat metrni tashkil qiladi. 41 ming AQSh dollarga baholanyapti. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha bonusiga yer tillasi ham mavjud.